Bolalikda o'ynagan tank o'yinchoqlarining haqiqiysini boshqarish vaqti keldi. O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining quruqlikdagi qo'shinlar instituti nomzodlar uchun o'z eshiklarini ochdi. Sizda maxsus operatsiya kuchlari bo'linmalari, havo desant qo'shinlari, tank qo'shinlari, artilleriya, qo'shinlar razvedkasi, muhandislik qo'shinlari, qo'shinlar taktik qo'mondonligi tank qo'shinlari, avtomobil bo'linmalari, raketa, artilleriya qurollari va o'q-dorilari singari yo'nalishlarda ta'lim olish imkoniyati bor. Shuningdek, institutni tamomlayotganda siz qo'shimcha tarzda dron mutaxassisi bo'lib ketishasiz. Hammasi bepul? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Hech qanday to'lov kontraktlarsiz 100% bepul o'qish, o'z ichiga yotoqxona, 3 mahal issiq ovqat, mavsumiy kiyim-kechak, yana qo'shimcha tarzda har oylik pul ta'minotini oladi. Xullas, bu yerda sizdan faqatgina yaxshi o'qish talab etiladi xolos. Hujjatlar joriy yilning 1-fevralidan 31-martiga qadar tuman shahar mudofaa ishlari bo'limlari orqali qabul qilinadi. Agar sizda ham vatan himoyachisi bo'lish istagi bo'lsa, unda quruqlikdagi qo'shinlar instituti sizni o'qishga chorlaydi. Batafsil ma'lumotlarni 76 kodi bilan 716 50 50 502 4809 715 26 76 raqamlari orqali olishingiz mumkin.